Men afsonaviy podshoh bombaman. Insoniyat o'ylab topgan eng qudratli va mutlaqo dahshatli qirg'in quroli o'zimman. Men Amerikaning yadro bombasiman. Baza ichida doim jim turaman, lekin zarbam butun dunyoni titratishga qodir. Men mashhur shayton raketasiman. Meni o'yinchoq deb o'ylamang. Urush boshlansa hammangizni bir zumda yo'q qilaman. Men Xitoyning Dongfeng raketasiman. Har doim jim kuzataman, lekin mening kuchimni hech qachon sinab ko'rmang. Men afsonaviy kichkintoy bombaman. Yaponiyaga tashlanganman. Odamlar urushni tugatish uchun meni ishlatishga majbur bo'lishgan edi. Mening ismimni semiz odam deb qo'yishgan. Ko'rinishim biroz kulgili tuyulishi mumkin, lekin men o'ta xavfliman. Men barcha bombalarning onasiman. Yadroviy qurol bo'lmasam ham, mening portlashimdan hamma birdek dahshatga tushib qoladi. Men barcha bombalarning otasiman. Amerikaliklarning onasidan ko'ra mening zarbam ancha kuchliroq va ancha vayronkorroqdir. Ishonavering.